Assalomu alaykum. Bugun 18-aprel. Haftalik tahlil videosini yozyapman. Muzika uchun uzr so'rayman. Kafeda o'tiribman. Shuning uchun xudo xolisa ovozimga ta'sir qilmaydi deb o'ylayman. Tekshirib oldim. Endi muzika bilan takoy vibe bilan analiz qilar ekanmiz-da. Dollar indeksi bir haftalik time frame'da mana bu BPR da turganini ko'rishimiz mumkin. Endi bu BPR tushab qolsa, narx tepaga uchib ketishi mumkin shu yoqdan deb o'ylayman. Mana bu yoqda haftalik uchun buy side liquidity mavjud. Endi dailyga o'tadigan bo'lsak, dailyda menga bitta narsa juda qiziq bo'lyapti. Mana bu trend line liquidity, ya'ni trend liniya likvidності shakllanib qolgani narxi, ya'ni dollar indeksini pastga tushib ketishiga sabab bo'ladi deb o'ylayapman. Mana bu sell side liquidity gacha. Ana endi e'tibor berib qarasak, hop bu sell sidegacha agar narx tushib ketadigan bo'lsa, highdan lowga premium discount tortgan holatimizda e'tibor bersanglar 0.50 dan tepada bizada mana bu bo'shliq gap mavjud. Narxi shu gapgacha chiqib, keyin qaytishiga sell sidegacha tushib ketadi deb o'ylayman. Lekin birinchi harakatim shu gapgacha bo'ladi. Va bu gapni tepasida mana bu tushuvchi order blok ham mavjud. Mana dollar indeksida narx birinchi bo'lib turib shu gapni to'ldirib yoki OB ga test berib, keyin pastga tushib ketishini kutyapman. Uzr. Pomodoro fokusim ishlab ketdi. Hop. Dollar indeksida xuddi shunaqa mani tahlilim yevro bilan funtga bo'lsa, xuddi shuni teskarisini korrelatsion harakatda ishlasak bo'ladi. Lekin birinchi bo'lib mana bu harakatga men ilinishga harakat qilaman. Endi tilla mana o'tgan hafta belgilab qo'yganim turgan ekan. Tillada hali ham sell side qizuv bo'lyapti. Sababi narx mana bu Ferwellga ikkinchi marta tab beryapti. 4 soatlikda bo'lsa mana bu high yechdi va agar mana bu lowdan pastda tanasi bilan yopilsa, menimcha narx pastga hayda yuboradi deb o'ylayapman. Yana bilmadim. Men tillada bay olmoqchi emasman, faqat short ishlayman. Mana shu low biz olsa bemalol short ishlasak bo'ladi. Hop. Nasdaq all time high yechib qo'ydi. All time high yechib qo'ygandan keyin bu yoqdan short olish juda ham katta xato. Shuning uchun ozgina qo'yib berishimiz kerak. Ja bo'lmasa mana bunaqa harakat bo'lib bersa, narx mana bundan high qoldirib discountdagi Ferwellga tushsa, keyin bu yoqdan qanaqadir tasdiq bersa, keyin buy sidegacha ishlay olsa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hatto ungacha Nasdaqga tegmagan yaxshi deb o'ylayman. Mana kelayotgan haftaga tahlilim shu edi. Yana aytaman, qayta bu hech qanaqa moliyaviy maslahat emas. Sizlarga o'rgatish maqsadida ushbu video yozilyapti. Hammaning riski o'zini bo'ynida, chunki trading juda ham katta riskni o'z ichiga oladi. Faqat o'zingizlarning tahlilinglar bilan savdo qilishinglarni so'rayman. Agar men tahlilimga ham sizlarning tahlilinglar yaqin bo'lsa, omad tilayman. Xudo xolisa yaxshi hafta bo'ladi deb o'ylayman. Keyingi videolarda sizlarni kutib qolaman.